Ahvol qoniqarli emas. Kim javob beradi bunga? Odam balki non emas, lekin til kerak unga. Qani til? Til qani? Vinovat bittamanmi? Vinovat? Aybdorsan ha? Miyangni ahvoliga sana. Tilingni aynitgan. Hozir hamma unutgan eskicha gapirishni. O'z tilingda so'zlashish, eskicha gapirishmi? Senday badbrutni. Bo'ldi, spokойся qilinglar. Tinchlaninglar bo'ladi. Shu дружный bo'linglar. Do'stona desa bo'ladi. O'zi nima problema? Muammo demoqsan-da. Какая разница bunda? Muammoing ana shunda. Farqi juda ham katta. Chista gapirish kerakmi shunda? Toza gapir, albatta. Tilni las qilding. Betafakkur ablahlar. Ne aloqam yo'q вообще. Umuman aloqang yo'q-a? Отношение ham yaxshi. Munosabatimning tog'a. Ularni dimoq chog'da til olib ketmaydimi? Nomard, ertang qusuring, avlodga yo'qmaydimi? Bu masala keksa yosh, hammamizga daxldor. Ona tili oldida har insonning burchi bor. Ahvol juda ham abgor. Hozir yangi qonun bor. Reklamalar to'g'risida. Lekin amal qilish yo'q. Uxlama to'g'risida bittasi e'lon yozdi. Maktabni to'g'risida. Nimamush? Choch ekamiz. Soch bo'ladi, betamiz. Kabob emas, qabob ekan. Savod ekan. Mehmonxona, shahobcha, mehmonxona, meh. Yumshoq bo'ladi hisi. Hali egasi kelsin. Men bo'laman egasi. Shundoqmi? Bu qanaqasi? Savodni qurtaganmi? To'g'rilab qo'ying akasi. Xato qildingmi tuzat. Bu imloviy xatolar yoshlarning ongini buzar. Qanani u erkin bozor. Sizga she'rda 100 ta so'z yozsa, 85 ta xato bor. Kelmadimi? Kelsa aytib qo'yinglar, lotincha yozishni o'rgansin. Qo'limga tushmasin zinhor. Okey, taymont qilaylik ustoz. Mana u nima deyapti? Inglizcha gapiryapti. Tanaffus so'rayapti. Sorry, lunch time bo'lyapti. Coffee break qilaylik bo'pti. Uyingda qilasan o'tir. Gapirsang to'g'ri gapir. Tilni tala qilmassan. Pardon, til bilishning nimasi yomon? Til bilganing yaxshi, ammo aralashtirganing zamon xuddi suv bilan qaymoq chatishganday bo'ladi. Suv bilan qaymoq normalniy? Vo, конечно normalniy. Farosatingga ham mayna. Tilsellarga ermakma. Omonulla Madayev o'tib ketdi. Odam qila olmay senlarni. Avloniy bobo aytgan, milliy tili yo'qolsa, ruh yo'qolar millatni. Hurmat qilsang elingni, to'g'rilab ol tilingni. Ota-bobongdan merosu, bolangdan qarzing ham shu. Ona tiling, bildingmi? Otam Erkin Vohid, Abdulla Oriflar qani? Qani tilimni posboni? Xudoyberdi To'xtabod, Anvar Obidjoni, qani Tursunboy adash, Abdulla Qahhor, Said Ahmad bobo, qani Tog'ay Murod akaxoni, Azim Suyunday o'g'loni. Vatan tug'maydi qaytib, Xudo bergan Halima xonni yoki Muzayyana onaxonni. Ular o'ldi, ammo o'lmaydi til. Til yashashi uchun berdilar jonni. Vaqt qaytib bermaydi endi so'z uchun kurashgan insonni. Qaytarib bermaydi jallodlar Nosir u cho'lponni, Munavvar qori Abdurashid xonni. Ular o'ldi, ammo o'lmaydi til. Til yashashi uchun berdilar jonni. Bir kalom aytar ekansan, esga ol Hazrat Alisher Navoiy sultonni. Hech bo'lmasa suhbatini olib kel borib, Usmon Azim bilan Xurshid Davronni. O'z kerakmi? So'ra, eshigini qoq. Ibrohim G'ofur tarjimonni. Bir piyol choyini ich o'tirib, shukr qurbonni. Bobo so'z izidan borib, bir yo'qlab kel. Ishqobil shukr bobongni. Xon bosamashdi. Davleniyami? Boshlandi yana. Telefon qil больницаga. Qo'ng'iroq kasalxona. Ko'p perejvat qilmang. Ana ahvol, ana. Skori chaqiryapmiz. Yordam. Voy ona.
Zanit beryapti. Band degin devona. Pristup bermasin, chidang 5 minut. Voy voy ey, bo'lmasam. Daqiqa unut. Habdori iching, shifokor kelguncha, xurishdan asraydi, kasalxonaga borguncha. Ichmayman jon bolam. Shu so'zing malham. Tilingdan aylanay. Baraka top kim bo'lsang ham. Ha, ona tilama. Omon bo'l, men ketsam.